Aziz kuzatuvchilarimiz, yana bir yangi mahsulot haqida ma'lumot bermoqchiman. Menga juda ham yoqqani, korporatsiyamizda yosh qizlarimiz, ayollarimiz, bo'lajak onalarimiz hamda katta yoshdagi insonlarimiz uchun birdek ta'sir, ya'ni sog'liqlariga ijobiy ta'sir qiladigan gigiyenik vositalar ishlab chiqarilgan. Juda ham ko'plab shunday gigiyenik vositalarimizdan yangi bir tur haqida ma'lumot bermoqchiman. Ya'ni mana shunday qadoqda bo'lar ekan, grami 150 gram. Ishlatish uchun qulay bo'lishi uchun maxsus dozator o'rnatilgan hamda bu boshqa nojo'ya mikrob infeksiyalar tushishidan himoya qiladi. Buning qanday xususiyatlari bor? Ya'ni bo'lajak qizlarimiz, onalarimiz, ya'ni ularning salomatligiga ijobiy ta'sir qiladi. Bu mahsulotimiz stafilokok, streptokok, zamburug', molochnitsa, umuman olganda ayollar gigiyenik kasalliklari, ginekologik kasalliklarida bartaraf etish uchun qo'l keladigan gigiyenik vositamizdir. Bilasiz, bu mahsulotimiz pH balansini normallashtiradi va kislotali muhit yaratadi. Kislotali muhitda hozir aytib o'tganimdek kandida, stafilokok, streptokok, xlamidiya, umuman olganda infeksiyalar rivojlanmaydi. Shuning uchun ham bu mahsulot sizni salomatligingizga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, albatta ishlatib ko'ring. Buni ishlatganingizda o'zingizni sog'lom his qilasiz hamda noxush hidlardan bartaraf bo'lasiz va sizda yoqimli ifor taralib turadi.